Ukajon sigaret chekaversa oxiri rak bo'ladi-da, nima bo'lardi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Va bugun bizda qo'q o'smasi bilan bemorimiz kelganlar va hozir ish jarayonida sizlar bilan qo'q o'smasini qanday kasallikligi, uni qanday qilib diagnostika qilishimiz kerak, qanday bemor o'zi payqasa bo'ladi va uni davolash usullari haqida va oldini olish usullari haqida sizlarga gapirib o'tamiz. Sog' bo'linglar. Ha, aytgancha, ma'lumotlarimiz hamma uchun foydali bo'lishi uchun podpiska bosib, like bosishni unutmang. Katta rahmat. Qon chiqmagan o'zi. 2 marta ekan. Oldin, 1 oydan oldin. Ha, 1 oy oldin. Yana bo'ldi. Siz o'sha kam-kam chiqqan paytda urologga bordingizmi o'sha paytda? Yo'q, bormadim. Bormadingiz. Ha. Bular dori yozib berishdi. Aha. Tushunarli. Bu yerda o'zi ozgina gapirib o'tib ketishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Bu gematuriya masalasi, ya'ni siydidan qon chiqishi. Siydidan qon chiqishi bu juda ko'p kasalliklarda uchrashi mumkin. Lekin birinchi o'rinda mutaxassis urolog qon chiqishini onkonastorojность, ya'ni onkologik kasal bilan bog'liq emasmikan degan savolni birinchi o'ziga beradi. Bunda o'sha simptomlarga qaraydi, bemorda qachon boshlanganiga qaraydi, qay darajada qon chiqayotganiga qaraydi, og'rig'i bormi, yo'qligiga qaraydi. Lekin og'riqsiz qonash bu ko'pincha onkologik kasallik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sababi, misol uchun qo'g'ida o'sma bo'lsa, u og'rimaydi. U katta 3 sm, 4, 5 sm bo'lib ketsa ham og'riq bermaydi, faqat shu sidida qon aralash chiqishi bilan kuzatiladi. Va og'rimagani uchun bizda endi bemorlar tabiiyki unga ko'p e'tibor berishmaydi, boshqa doktorlarga uchrashadi, boshqa doktorlar ularni lecheniya qilib ko'radi va oylar davomida yurib va o'sma katta razmerga yetgandan keyin mutaxassisga murojaat qilib kelishadi, afsuski. Shuning uchun sididan qon chiqdimi, albatta necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar bemor doktorga borib uchrash kerak va urolog doktorga borib uchrash kerak. Sababi sididagi qonni avvalambor urolog ko'rish kerak va qaysi kasallik bor yoki yo'qligini aniqlash kerak bo'ladi. Hozir mana boshlaymiz amaliyotni, yana gaplashamiz. Mana hozir qo'qqa kirib kelyapmiz. Qo'qqa kirdik va qo'qning ichida mana gulkaramga o'xshagan mana shu o'smani ko'rib turibmiz mana. Bu yerda hozir bitta va mana bu yerda ikkinchisi ham bor, kichkina. Bolachasi desak ham bo'laveradi. Qolgan joylari qo'g'imizni ichida tinch. Qo'q o'smasini o'zi bizni klinikamizda o'sha eng zamonaviy lazer yordamida inokulyatsiya amaliyotni ko'pincha bajaramiz oxirgi paytlar. Oldin tur qilardik, ya'ni transurotral rezeksiya qilardik. Hozir lazerlik operatsiyalar qilamiz. Sababi hozir bizda uning uchun lazeroskopimiz ham mavjud va lazerimizning kuchi ham bemalol yetadi. Hozir asta kirib o'sha nimani o'smani tagidan ildizi bilan, ya'ni muskul qatlami bilan birgalikda olamiz. Nima uchun muskul qatlamini gapiryapman? Sababi bilamiz, hozirgi kunda холодная biopsiya, ya'ni nimani o'smani o'zidan 3dan 1 shingilcha olib chiqib ketish bu noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni bizga informatsiya bermaydi histologiyada, biz xohlaganda informatsiya bermaydi. Shuning uchun muskul qatlamiga o'sganmi bu o'sma yoki o'smaganmi degan savolga javob olishimiz uchun muskul qatlam bilan birgalikda olib tashlaymiz va qo'g'ning ichiga o'sha yuboradigan dori bor, shu doxorubicin shu dorini yuboramiz. Va histologiya javobi chiqqandan keyin biz histolog do'stlarimiz bilan maslahatlashgan holda dальше o'sha lecheniyasini, agar muskul qatlamiga o'smagan bo'lsa, demak bunda intravizikalniy o'sha jo'natadigan dorilar bilan BCG terapiyalar qilinadi. Agar muskul qatlamiga o'sgan bo'lsa, unda ham uni qay darajadaligini bilib turib, unga qarab taktika qo'llaniladi. Lekin avvalambor birinchi qilinadigan ish bu diagnostika qilindi, qo'g'ida o'sma borligi aniqlandi. Aniqlangandan keyin albatta uni olib tashlash va histologiya qilish bu eng birinchi qadam hisoblanadi. Mana hozir boshlaymiz. Bismillah. Bismillah.
o'zi o'sha aytganimizdek suhbat shaklida bo'lishini xohlovdim, sababi odamlarga ma'lumotlar yetib borsa ular o'zlarini qanday ehtiyot qilishlari bunaqa kasalliklardan bilib olishadi. Avvalambor men bu yerda zararli odatlar haqida gapirmoqchiman. Hamma onkologik kasalliklar 100% istagan bo'ladi, zararli odatlarga bog'langan bo'ladi ko'pincha. Absolut emas, endi 100% emas, lekin bog'langan bo'ladi. Bu hali qo'g'ib o'smasi ham bundan mustasno emas. Qo'g'ib o'smasida bo'lishida eng asosiy faktor riska deymizmi, o'sha nimasi zararli odat bu chekish hisoblanadi. Ya'ni u nafaqat sigaret chekish, balki nos chekish ham. Bizda shu nima bor, faqat sigaret deb o'ylaydi odamlar. Lekin biz chekkan yoki iste'mol qilgan narsamiz CD bilan ajralib chiqib qo'g'ida yig'iladi va qo'g'ida ichida o'sha kanserogen moddalarni foizi, ya'ni ko'paygandan keyin, konsentratsiyasi ko'paygandan keyin qo'g'ida birinchidan vaspaleniya va keyinchalik o'sma paydo bo'lishiga turtki bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qilinadigan ish chekish tashlash kerak. Bemorlarimizga sraz aytamiz, chekish tashlashimiz kerak degan masala. Umuman sizda hali o'sma bo'lmasa ham chekish tashlang. Chekish tashlasangiz sizda o'sma bo'lish ehtimoli kamayib ketadi. Shu asosiy masala. Endi yana qanday faktor risklar borsa, bu oilada kimdadir o'sma kasalligi, ya'ni o'sha qo'g'ida o'smasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa qandaydir boshqa o'smalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ham o'sha oilaviy, demak, bir-biriga oila, ya'ni irsiy o'tishi mumkin bo'lgan kasallik hisoblanadi. Undan tashqari yana lakokrasочный zavodda ishlash, o'sha shina yoki bo'lmasa malyarlarimiz ham ehtiyot bo'lish kerak, sababi ularda ham o'sha kraska bilan ishlashadi. Yoki neft mahsulotlari, gaz mahsulotlari bilan ishlovchilar, ular ham risk gruppasiga kiradi. Shularni ehtiyot bo'lish kerak. Endi aytib o'tdim, ozgina bo'lsa ham boshida bu birinchi o'rinda bemorda nima kuzatiladi desa, birinchi o'rinda bemorda qonida CDda qon paydo bo'ladi. U qon arzimagan, ya'ni mikroskopik bo'lishi mumkin. Bemor o'zi payqamasligi mumkin, lekin ba'zi holatlarda bizda praktikada bo'lgan bemor umuman boshqa muammo bilan больницаga keladi. CD topshiradi va CDgida qon aniqlanadi mikroskopik. Va biz tekshiruvni boshlab tekshiruv qilib ko'rganimizda bemorda o'sma aniqlanib qoladi. Misol uchun qo'g'ida yoki CD yo'lida yoki buyragida o'sma aniqlanib qoladi. Chunki og'ritmaganligi uchun bu masala uchun kelmaydi больницаga. U boshqa muammo bilan keladi, lekin biz aniqlab qolamiz ba'zida. Shuning uchun CDda qon chiqdimi, albatta borib uchrash kerak, o'sha aytib o'tganimizdek. Ikkinchi masala bu bemorlarga qayta aytib o'tyapmiz. Bir yilda bir marta hattobi check-up qilish kerak. Ya'ni bemor o'zini peshob analizini, qon analizini, UZI tekshiruvlarini va bemor o'zi biladi-ku, nima muammolari bor, qayerda nima muammosi bor. Shunga qarab tekshiruvlardan o'tib turish kerak bo'ladi. Shunda biz erta aniqlashimiz mumkin. Nimaga biz buni bong urib erta aniqlash kerak deb gapiryapmiz? Sababi erta aniqlasak davosi, chorasi oson bo'ladi. Ya'ni rak degani yoki bo'lmasa xavfli o'sma degani bemor bo'ldi, shu bilan umri tugadi degani emas. Hozirgi kunda zo'r yechimlari bor va bemor xuddi kasallanmagandek yashashi mumkin. Faqatgina erta aniqlash kerak va kerakli qadamlarni qo'yish kerak. Shuning uchun hozir mana biz birinchi eng to'g'ri qadam. Hozir to'g'ri biz bilmaymiz, bu bemorimizda bu xavflimi, xavfsizmi? Bilmaymiz hali. Biz buni faqat gistologiya natijasiga qarab turib bilishimiz mumkin. Shunga bemorlarga demak shunaqa tekshiruvlardan o'tib turishi tavsiya qilamiz. Mana bemorimiz hozir gaplashdim, yana qayta eslab olish uchun bemorda 1 oydan avval ham qon siyish bo'lgan. Epizodlar bo'lgan faqat ozgina. Keyin bemorimiz bir doktorga murojaat qilganlar, o'sha urologga emas, va ular lecheniya qilib ko'rishgan prostata bezi uchun. Qon to'xtamagandan keyin bemorimiz o'zlarini tanishlariga ekstrena больницаga murojaat qilganlar. U tanishlari bizning og'aynimiz. Ya'ni ular aytganki, kirib sistoskopiya tekshiruv qildiring. To'g'ri, ya'ni yo'llanma berganlar. Ya'ni sistoskopiya deganimiz kirib qo'g'ni ichini ko'rib chiqish. Deganlaridan keyin bular bizga kelib murojaat qildilar. Men aytdim, yo'q, sistoskopiya emas, keling birdan biz MRT, malva taza, ya'ni
kichik chanoq MRTsini qilaylik va kichik chanoq MRTsida bizda aniq bo'ladi nima muammo borligi dedimda va shundan keyin biz aniqladik o'sma borligini va hozir mana bemorni qiynamasdan narkoz bilan mana hozir bemor jim yotibdi, sababi umuman og'riq yo'q hech qanaqa. Biz o'smalarini bartaraf qilyapmiz, ya'ni olib tashlayapmiz. Boshqa aytarlik bemorda shikoyat bo'lmagan. Yana xohlasangiz o'zlari bilan gaplashishingiz mumkin. Faqat CDda qon bo'lgan xolos. Aytayapman-ku, og'rimaydi bu, bemorni qiynamaydi. Ba'zilarda faqat siyishda muammolar boshlandi. Nimaga? Sababi qo'g'ni ichida juda katta bo'lib ketgandan keyin siydikni tabiiy chiqish yo'lini to'sadi. To'sganda keyin siyishda muammolar boshlanishi mumkin. Lekin bu bemorimizda to'smagan, faqat demak siydikida qon chiqqan. Hozir mana ichkarini ko'rsangiz, mana hozir olingan joyi o'smamizni. Nimada lazerda qonlarni to'xtatyapmiz. Va mana o'zimiz o'smamiz ichkarida mana muallaq suzib yuribdi mana. Olindi o'sma, tayi tugi bilan uzib tashlandi mana. Mana shu o'smani joyi. O'sgan joyi. Hozir endi kichkina yana bir bolachasi bor edi bu o'smamizni. Shu bolachasini ham olib tashlasak mana. Sal qiyinroq joyda faqat. Xudo xolasa hozir uddalab olib tashlaymiz. Formalinga idishimiz bormi? Olib keltirdilaringizmi? Formalinimiz ham bor, ha? Hozir biz bu o'smani kesilgan qismlarini formalin degan suyuqlikka joylaymiz va gistologiyaga jo'natamiz va gistologiyani javobini kutamiz intiqlik bilan. Nafaqat bemor, balki biz ham har doim intiqlik bilan kutamiz, sababi xohlaymizki jarayon u darajada jadal bo'lmasligini va bemorimiz 100% tuzalib ketishlarini xohlaymiz albatta. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek o'smamizni turgan joyi bu olib tashladik tak tugi bilan. Yaxshilab gemostaz qildik, qonash yo'q belgilari. Ushsani, ya'ni CD chiqaruv teshigini yonida tepasida chiqqan ekan eng katta o'smamiz va kichikroq o'smamiz ham mana olindi. O'sha boshidagi bilan kartina bilan qo'yilsa sizlarga tushunarliroq bo'ladi. O'smani keyin tashqariga olib chiqib oldik. Tashqarida mana kelib bu yerda ko'rishingiz mumkin, kattalashtirib. Xohlasa operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizga ertaga javob bersak bo'ladi. O'zi mustaqil siyib, bemor ketaveradi va bir haftadan keyin gistologiyani javobi chiqqandan keyin yana qayta ko'rishamiz. Xudo xolasa bemorimiz 100% xudo xolasa shifo topib, oilalarini bag'riga qaytadilar, xudo xolasa deb umid qilamiz. Sog' bo'linglar hammalaringizga. Demak, chekmaymiz, asosiy masala. Har 6 oyda, uzog'i 1 yilda o'sha check-updan o'tib turamiz. Va qandaydir sizda kuzatilsa bironta muammo, qon siyish bo'ladimi yoki og'riq bo'ladimi, boshqami, albatta tezlik bilan mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Va yana bir narsani aytmoqchiman. Xavfli o'sma topildi degani bu hayot tugadi degani emas. Bu sinov keldi degani va u sinovdan boshni yuqori ko'tarib dastoyni o'tish kerak va bemor albatta hozirgi kunda oxirgi stadiyalari bo'lmasa 100% shifo topishga O'zbekiston sharoitida ham hamma keraklik lecheniya usullari ham, dorilar ham hammasi mavjud. Faqatgina o'sha tegishli mutaxassislarga murojaat qilinsa o'z vaqtida hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar.